gazini bosadiganlar bemalol 6 ming 7 ming jo'natadi uyga. Aka to'xtangda, bir savolim Hop. bor edi. Koreyada o'quvchilar oyiga ham ishlab, ham o'qib $3000 topsa bo'ladimi? Oka, Koreyada studentlar abitgacha $3000 topadi. Agar abitdan keyin ham ishlay olmasa, $6000 oyga tushiradi. Agar kechgacha ish bo'lib qoladigan bo'lsa, $8000 $7,500 bemalol topadi. Unda uydagilarga bahona qilib, pulim kontraktdan ortmayapti degan bolalarga nima deysiz? Endi ular topgan puliga kiyim oladi, telefon, iPhone, moshina qilib yuradi. Normalni ham ishlamaydi. To'lka qaytda masajda yuradigan bolalar endi shunaqa qiladi. Ishlamaydi, topolmaydi. Endi lekin to'pib, gazini bosadiganlar bemalol 6 ming 7 ming jo'natadi uyga. Oga, rostini aytadi. Ayting voy. Ashuna bitta Ramyo abini rostini aytaman. Bo'ldi, siz aytavering, men ham yozib beraman. Onasini imson biz ham kuniga $100, oyga $3000 topasan, ham o'qib ham ishlab deyishganda. Studentlar ham odamku aka, bir oyda student ham kalendarda 30 kun bor, 50 kun emas. Ham bir haftada 2 kun, 3 kun o'qishga boradi. Ishga qaysi payt chiqadi? Shanba, yakshanba dam bo'lsa, tim bo'la hozir qish umuman ish yo'q, onasini imson qaziga botib ketdi. Qanaqasiga kuniga $100 topsa bo'ladi? Qanaqachasiga bir oyda $3000 topsa bo'ladi? O'qishga boradi. Shanba, yakshanba dam, hech qayerda ish yo'q. Topsa 1000, 1200 topsa bo'ladi omi. $3000 endi hozir 1000-1200 topib qancha jo'natsa bo'ladi uyiga? oga o'ziga yetsa bilmayman, yetsa katta gap. Kontragi, uy xarajatlari, yedishisi. Lekin O'zbekistondan jo'natsa bo'ladi. Bedan O'zbekistonga sal qiyinroq hozir ish yo'q. Qish ko'rsa. Biz ham o'zi pul yo'qligida nima ish bormikan deb ko'chaga chiqqanda, yuring aka bitta Ramyo abini, qo'lim ichida.